Ассаламу алейкум. Добро пожаловать в Китай. Медицинский центр Тайран. Доктор Пин. Очень приятно, мой очень хорошие друзья. Живет жена, мама. Отец. Чтобы они из Узбекистана сюда прилетели ко мне на лечение. Сегодня последний шанс мы заканчиваем. Хочу спрошу, чтобы как они себя чувствуют. Давай Зёд. Assalomu alaykum. Mana haqiqatan biz O'zbekistondan keldik. Doktor Pengni biz 2 yildan beri bilamiz. Mana bugun Taytan klinik kompleksiga ota-onam bilan, oilam bilan birga kelganmiz. Mana shu proseduralarni oldik, ko'rdik. Hamma o'zini juda ham yaxshi his qilyapti. Juda ham effektlari katta bo'lgan. Ayniqsa o'tgan safar kelganimizda otamda juda bir yaxshi effektlar bo'lgandi. Shuni yana boshqatdan ham yaxshi tuzalib olish uchun yana bir kelganmiz. Juda ham hamma sog'lomda. Katta rahmat aytamiz ularga, sog' salomat bo'lsin. Qolaversa, mana bu bizga xizmat qilgan Erjonga ham, komandasiga katta rahmat. Juda ham yaxshi bo'ldi. Hamma ota-onamizdan xursand. Ajoyib rahmat kattagan. Xolasa kelingizlar, mana shu juda ham foydali bo'lgan joy. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu yerga men ilk birinchi marta kelishim. Men bu jamoadan juda ham minnatdorman. Viktor Pin boshchiligidagi klinika jamoasiga katta rahmat aytaman, chunki menda ancha yillardan beri bezovta qilib kelayotgan kasalligimni bu yerda juda ham kuchli natija oldim. Buning uchun jamoaga kattakon rahmat. Это уже не первый раз ко мне летает, уже второй, третий, да? Третий. По факту уже третий раз ко мне летает. Спасибо за доверие. Я бы считаю, Китай, Узбекистан, дружба надежная и надолго. Xudo xolasa yana ham kelamiz va barchalaringizni yana taklif qilamiz shu yerga kelib, o'z sog'liklaringiz ustiga qayg'urib, bu yerdan shifo olib ketishlaringiz uchun.